Professional liniyadan SPF'larimiz keldi. Xosligi bitta-bitta hammasini, teksturasini, qanaqa ishlatish kerak, qaysi yuzlarga tushish kerak, hammasini tushuntirib beraman. Bu yoqqa buni suramiz, buni bu yuzga suramiz va ustidan tonapli SPF suramiz. Birinchi professional bilan uходовыйni farqini tushuntirib beraman. Professional bu ichki qatlam bilan ishlaydi. Ya'ni dog'lar bilan kurashadi, yuzingizdagi sebum, yog' balansiga ishlaydi, ajinlar bilan ishlaydi. Uходовый bo'lsa, yuzingizni bitta состояниеda olib ketadi. Beslabona qizil SPF bu ko'proq quruq yuzlarga ishlaydi, chunki buni konsistensiyasi sutli qizlar. Yuzingizni chuqur namlantiradi, 50+ himoyasi bor. Yuzingizga surganingizdan keyin dewy, ya'ni yuzingizni yaltiratib, yuzingizni tiniq qilib qo'yadi. Pederli quyosh krem. Pederin bilasizlar regeneratsiyaga ishlaydi, yuzingizni yangilatadi va yuzingizdagi ajinlarni yoyib berishga ishlaydi. Bu komba quruq, yog'li yuzlarga ham tushib ketadi va buni konsistensiyasida ozgina mana bunaqa tochkalari bor. Bu pederin, lekin yuzingizga surganingizda polностью yuzingizga singib ketadi u narsa. Exosomali SPF bu menda уже ikkinchi banочкасы ketyapti qizlar. Bu ko'proq yog'li yuzlarga tushadi. Sababi antisebumi bor, ya'ni yuzdagi yog' balansini yaxshilashga yordam beradi. Plus bu tonapli SPF, ya'ni yuzingizga surganingizda bitta tonga yuzinglarni ochartirib beradi. Bilasizlarmi, odatda mana shunaqa tonapli SPFlar ishlatsanglar, yuzinglar как будто krem surgandek oqarib qoladi-da. Bunda unaqa bo'lmaydi qizlar. Exosomasi bo'lsa dog'larga ishlaydi. Agar yuzingizda dog'lar bo'ladigan bo'lsa, dog'larni ochartirib beradi va dog'lar tushishini oldin ham oladi qizlar. Ko'rasizlarmi? Bitta tonga ochargan. Hammasi nalik ichida bor. Zakaz berish uchun direktdan murojaat qilinglar.